nimaga buxgalteriyada ketmadingiz yoki buxgalteriyada yurdingizmi ozgina? Endi o'zim men moliya litseyni bitirganman, akademik moliya litseyni. Endi niyatimiz moliya institutiga kirish bo'lgan. Bizning akalarimiz moliya institutini o'qishgan bo'lgan. Shularga qarab intilingan. Ular faqat shu bank ishi bo'yicha yo'nalish bo'lishgan. Keyin men o'zi bir kun tog'amlar bilan gaplashib nima qilganimda, ular aytdilarki, buxgalteriyani tanlagandilar. Buxgalteriya yaxshiligi hamma sohada ishlasa bo'ladi. Bemalol biznes sohasi bo'ladimi? Hamma sohadalar. Keyin analiz qildimda, qarasam o'sha yillari buxgalteriyaga kirish balli pastroq bo'lar ekan. Analiz nimasida keyin kirib topshirdik. Alhamdulillah o'tdik. O'sha kontrakt asosida o'qidik. Shu o'zi asosiy sabab shu bo'lgan. Keyin men o'zi akam bilan qo'llarda ishlab yurganimda o'sha hamma bo'limda ishlab yurardim. Hatto bu nima misol uchun deylik zavskat 30 ga ketyapti, uylanyapti, o'rniga zavskatni qilib berardim yoki peshatning помощник yo'qmi, biz qilib berardik. Buxgalteriyada ham xuddi shunaqa buxgalterimiz hali oson bo'lardi, chepela bo'lardi. Firma yurg'izilmasdi asosan. Keyin bir firmaga ham o'tilindi 5% deb bo'lgandan keyin o'sha ular ham 30 ga ketsalar, o'rnlarida ishlab berardim. O'sha adreska asosida ko'lab, yo'q-yo'qni qarab shuncha bor edi. Ham o'qib, ham nima deydi, praktika bo'laverardi. Endi o'zi o'sha uchun shu sohaning mazasini ko'rganman, tushunganman. Lekin buxgalteriyaga yo'nalishga ketmaganim, chunki biz baribir biznesni ko'proq nima qilganmiz, tanlaganmiz.